Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz Roman to integer deb nomlanadi. Maktabdagi tarix darslarida bizga rim raqamlari qanday qilib oddiy sonlarga o'girilishini misollar bilan tushunib o'rgatishgan. Bu yerda ham xuddi o'sha ishni qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga o'sha rim raqamlari ketma-ket berilgan string yordamida mana bu yerda o'sha rim raqamlari va mana bu yerda ikkinchi misolda ham ko'rishingiz mumkin va rim raqamlari qanday ko'rinishda o'girilishi mana bu shartda berilgan. Ya'ni i keladigan bo'lsa katta harfdagi bu 1 bo'ladi, v bo'lsa 5, x bo'lsa 10, shu tarzda qolganlari ham berib ketilgan. Bizga o'sha misollar yordamida, ya'ni bizga birinchi misolda birinchi i kelyapti. Bu 1 ga teng bo'ladi. Keyingisi ham i, keyingisi ham i, ya'ni 1 plus 1 plus 1 natija 3 ga teng bo'ladi. Keyingi misolda mana bu ko'rinishda, ya'ni birinchisi l ga to'g'ri keldi, l ni qaraymiz, l 50 ga to'g'ri keldi va 50 ni olamiz va qo'shishda davom etamiz. Keyingi elementimiz v ga to'g'ri keldi. V demak bu yerda 5 ga to'g'ri kelyapti. Mana bu yerda ham misol bilan ko'rsatib qo'ygan. 5 ni qo'shamiz va eng oxirida 1 ga to'g'ri kelyapti. Bu o'sha 3 ta 1 ni qo'shilgani. Natija 55 qo'shilgan 3 58 ga to'g'ri keladi. Va xuddi shuni funksiyadan qaytarib yuboramiz. Ya'ni mana bu yerda ham 58 natija. Bizda 3 ta holatda mana bu shart ishlamasligi mumkin. Ya'ni mana bu yerda map qilib berilgan. Bu mapimiz ishlamaydi. Ya'ni agarda i keladigan bo'lsa, undan keyingisi v kelsa yoki i kelib turib undan keyingisi x keladigan bo'lsa, bu bizga bu mana bu 9 ni beradi. Mana bu esa 4 ni beradi. Oddiy holatda bizda v 5 ga teng edi, x esa 10 ga teng edi. Va ulardan oldin i keladigan bo'lsa, 9 ga va 4 ga aylanib ketadi. Ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi holatda ham agarda x kelib turib undan keyin l keladigan bo'lsa, bu 50 ga to'g'ri keladi. Oddiy holatda, ya'ni 40 ga to'g'ri keladi. Oddiy holatda L 50 ga to'g'ri kelish kerak edi. Keyingi holatda X kelib turib, undan keyin S keladigan bo'lsa, bu 90 ga to'g'ri keladi. Oddiy holatda S 100 ga teng edi. Ya'ni X dan oldin keladigan bo'lsa, 100 dan 10 ayriladi va u 90 ga teng bo'lib qoladi. Keyingi holatda, oddiy holatda d 500 ga teng ekan va m 1000 ga teng. Ulardan oldin s keladigan bo'lsa, ya'ni s d dan oldin keldi, 100 ayriladi. Ya'ni d 400 ga to'g'ri keladi. Ya'ni s d dan oldin kelsa, bu 400 ga teng ekan. Keyingi holat uchun ham xuddi shunday. S m dan oldin keladigan bo'lsa, bu 900 ga to'g'ri keladi. Demak, oddiy holatda mana bu mapimiz ishlayveradi. Ya'ni misol uchun x 10 ga teng yoki bo'lsa m 1000 ga teng bo'lyapti yoki 1 ni o'ziga teng, ya'ni i 1 ga teng yoki 5, ya'ni v 5 ga teng. Shu holatda ishlayveradi. Faqatgina mana bu 3 ta shart keladigan bo'lsa, i misol uchun 5 x dan oldin yoki mana bular x lar mana bulardan oldin, s mana bu d bilan manadan oldin bo'ladigan bo'lsa, mana bu shart yo'qqa chiqadi va mana bu shart ishlaydi. Birinchi mana bu shartga tekshiramiz. Agarda tushmaydigan bo'lsa, mana bu shartni o'zini bajarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, aytib o'tganimdek, oddiy holatda mana bu shart bajarilib ketishi mumkin. Ya'ni map holatida shunchaki kelgan sonni o'sha map qilingan integer sonini qo'shib ketishimiz mumkin va eng oxirida yig'indisini olib olishimiz mumkin. Agarda hozirgi turgan elementni undan bitta keyingisini tekshiramiz. Undan bitta keyingisi, misol uchun mana bu 3 ta son bo'lsa, undan keyingisini bittasini tekshiramiz. Agarda moslari bo'ladigan bo'lsa, mana shu shart ishlaydi, mana bu shart esa ishlamaydi. Birma-bir mana bu misol orqali ko'rib ketishimiz mumkin. Mana bu yerda yozib qo'ydim. Agarda i keladigan bo'lsa yoki x yoki s keladigan bo'lsa, undan bitta keyingisini tekshiramiz. Ya'ni
pointerimiz ichida turgan bo'lsa, uni tekshiramiz va i plus birinchisini tekshiramiz. Ya'ni mana bu i bo'ladigan bo'lsa, i plus 1 mana bunisi bo'ladi. Ana shu ikkalasini tekshirgan holatda davom etishimiz mumkin. Oddiy shunchaki mana bularga tushadigan bo'lsa, sonni o'zini olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi pointerimiz mana bu yerga qo'ydik va tekshiramiz. Undan bitta keyingisi, demak, 5 bo'layapti va bizning mana bu shartimizga tushayapti. Ya'ni v oldin 5 edi. Endi esa undan bitta oldin i kelganning hisobiga u 4 ga aylandi. Va biz 4 ni o'zimizga son sifatida oldik. Endi keyingi songa o'tishimiz mumkin. Keyingi son ham i ekan. Undan demak bitta keyingisini tekshiramiz. U demak x ekan. X bo'lganda mana bu shartga tushyapti. Demak, x oldin 10 edi. Undan oldin bitta i kelgan hisobiga u 9 ga aylandi va 9 ni o'zimizga son sifatida qabul qilishimiz mumkin. Keyingi son ham x ekan. X bu yerda mana bu yerda 10 ga teng. 10 ni qo'shishimizdan oldin bitta undan keyingi elementni tekshiramiz. Agarda undan kelgan agarda l yoki s keladigan bo'lsa, u 50 ga yoki 100 ga aylanishi mumkin. Bu yerda undan bitta keyingisi demak l ga to'g'ri kelyapti va bizning mana bu shartimizga mos tushadi. Ya'ni undan keyin l keladigan bo'lsa, son 40 ga aylanadi. 50 dan 40 ga aylanishi mumkin. Shuning uchun 40 ni o'zimizga son sifatida olamiz. Keyingi sonni tekshiramiz. Keyingi ishorani tekshiramiz. Ya'ni bu yerda x bo'lyapti. Undan keyingisini tekshirganimizda mana bu shartga tushyapti. S oddiy holatda demak 100 edi. Undan oldin x kelganligini hisobiga u 90 ga aylandi va 90 ni o'zimiz uchun oldik. Endi navbat s ga keldi. S dan keyingisini tekshiramiz, chunki u mana bu yerda mavjud. S dan kelgan d kelganligini hisobiga bu 500 400 ga aylanib qoldi. Uni ham qo'shib olishimiz mumkin. Keyingisiga keldik. S keldi. S dan keyin m kelgan hisobiga m oddiy holatda demak 1000 ga teng edi. Undan oldin s kelganning hisobiga demak biz uni 900 ga aylantirib yuboramiz. Eng oxirida e'tibor berishimiz kerak. Bizda faqatgina bittagina ishora qoldi. Undan keyin yoki oldin unga mos tushadigan son yo'q. Shuning uchun biz shunchaki 1000 ni olishimiz mumkin. Va so'ngida qo'shib yuboramiz. 1000 ga 900 qo'shsak 1900, 2300 unga qo'shamiz. 2300 ga 90 ni qo'shganimizda 2390. Unga 40 ni qo'shganimizda 2430 bo'ladi. 2400 ga 13 ni qo'shganimizda 2443 natijasi kelib chiqadi. Shu tarzda masalani ishlaymiz. Demak, birinchi navbatda R nomli bitta map ochib oldik. Uning ichini mana bu shart bilan to'ldirib chiqdik. Ya'ni i bo'ladigan bo'lsa bu 1 ga, v bo'ladigan bo'lsa 5 ga, shu tarzda to'ldirib chiqdik. Ya'ni o'sha mana bunga tushadi. Keyingisi v 5 ga tushadi. Shunday qilib oxirigacha berib chiqdik. Ya'ni bu oddiy holatda mana shu harfni o'zi keladigan bo'lsa, unga mos sonni qo'shib ketishligi uchun biz uchun kerak bo'ladi. Bitta count degan o'zgaruvchi ochib oldik. Bu eng oxirida, ya'ni yig'indini necha bo'lishini hisoblash uchun. Bitta harf keladigan bo'lsa yoki ikkitalik harf keladigan bo'lsa, shu bitta bizga son 2 kelib chiqadi. Misol uchun i ni o'zi bizga 1 ni beradi. Mana bu ko'rinish bo'lsa 4 ga aylanadi. Shuni biz countga qo'shib ketamiz. Ya'ni boshlang'ich holatda u 0 ga teng edi. Endi bunga 4 ni qo'shdik. Natijaga 4 ga teng bo'ldi. Keyingi holatda misol uchun bizga x ni o'zi kerak uchraydigan bo'lsa, bunga biz yana 10 ni qo'shib ketamiz. Natija 14 ga teng bo'ladi. Shu tarzda qo'shib ketishimiz uchun bitta count degan o'zgaruvchi ochib oldik. N degan o'zgaruvchini s ni uzunligiga tenglab oldik, chunki butun boshli s ni o'sha berilgan ishoralarni stringini aylanib chiqishimiz uchun uzunligini oldik. I 0 ga teng bo'ladi, chunki stringni boshlashimiz uchun i ni 0 ga tenglab olib n ga qarab yurishimiz mumkin.
Buning uchun bizga while loop yordam beradi. I dan n ga qarab yuramiz. Biz bir marta yoki 2 marta harfni surishimiz mumkin. Misol uchun mana bu holatda i bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisini tekshiramiz. Agarda 3 ta holatda undan keyingisini tekshirganimizda mana bular keladigan bo'lsa, mana bu uchalasidan kelgan. Unday holatda biz i'imizni, ya'ni i boshlanishda 0 deb to'g'ri kelib turibdi. Undan keyin uni 2 ga oshirib yuboramiz. Ya'ni u endi 2 ga teng bo'ladi, ikkinchi indeksga o'tadi. Shunday qilib uni o'tkazib yuborishimiz uchun kerak bo'ladi. Birinchi ifimiz qanday shartni bajaradi? Eng oxirgi indeksda turgan yoki turmaganligini bilish uchun agarda bunda turadigan bo'lsa, ya'ni eng oxirgi element bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu m bo'ladigan bo'lsa, shunchaki uni qo'shib ketishimiz mumkin. Ya'ni mingni o'zini qo'shib ketamiz. Bu shuni tekshirish uchun. Ya'ni i plus 1 agarda n ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'lcham, mana buni o'lchami misol uchun 10 o'lchamlik, i 9-indeksda turibdi. Mana bu 9-indeks. Unga 1 qo'shib tekshirganimizda 10 ga teng bo'ladi. Ya'ni uning o'sha string o'lchamiga teng bo'ladi va bu shartga tushmaydi. Ya'ni bu degani eng oxirgi elementi turibdi degani va uning o'zini shundaylikcha qo'shib ketishi mumkin. Ana endi asosiy qismi bu shartga tushmadi degani mana bu yerdagi if else'larni barchasini tekshirib chiqishimiz kerak degani. Ya'ni i, x yoki s mana bu uchala harf uchraydigan bo'lsa, undan keyingi bitta keyingi harfni tekshirib chiqishimiz va o'sha ikkalasini natijasi nechiligini olib countga qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Kod 3 ta qismga iborat, ya'ni birinchi i ni tekshiradi va undan keyingisini, ya'ni ko'rishingiz mumkin, ikkalasida ham birinchisida i, keyingisida x ni tekshiradi, ya'ni x va undan keyingi harf, keyingisi s ni tekshiradi. S va undan keyingi harf. Agar undan keyin d bo'ladigan bo'lsa, s dan keyin yoki s dan keyin m bo'ladigan bo'lsa, qanday vazifalarni bajarilishi kerakligini yozib o'tilgan. Misol uchun birinchi holatga mos tushyapti. Agarda i bo'ladigan bo'lsa, s ni inchisi va s ni plus birinchisi v bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xuddi mana bu holatga tushyapti. Inchisi i ga teng, i plus birinchisi v ga teng. I plus birinchisi mana bu bo'ladi, ya'ni inchisi mana bu. Bu yerda natija 4 bo'ladi, ya'ni countga plus 4 ni qo'shib ketamiz. Mana bu yerga qo'shib ketyapman. Bunga tushgandan keyin pastdagilarni ko'rib o'tirish shart emas. Endi keyingisiga o'tamiz. Ya'ni bu shartga tushgandan keyin i plus 2 ko'rinishda oshirib yuboriladi. Ya'ni mana bu yerda edi, i plus 2 bo'lgandan keyin ikkinchi indeksga o'tdi. Endi mana bu yerda turibdi va tekshiramiz. Agarda i bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi x bo'ladigan bo'lsa, countga 9 ni qo'shib yuboramiz. Ya'ni mana bu shartga tushdi, ya'ni undan keyingisi x ekan. Demak, mana bu shartga tushdi. Bu holatda ham i ni 2 ga oshirib yuboramiz va mana bu yerga to'g'ri keladi. X ga to'g'ri keldi. Endi mana bu qismini ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni x keldi va undan keyingisi agarda L bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana bu yerga mos tushyapti. Demak, biz 40 ni qo'shib olamiz o'zimizga va davom etishimiz mumkin. Bundan oldin 2 ga ko'tarib oldik. Mana x keldi. X dan keyingisi s bo'lyapti va bu mana bu shartga mos tushyapti. Ya'ni mana bu shartga mos tushyapti va 90 ni qo'shib qo'yishimiz mumkin. I ni 2 ga oshiramiz. I mana bu yerga keldi. Endi s ni tekshiramiz. S dan keyingisi d, shuning uchun 400 ni qo'shib qo'yamiz. Undan keyingisi s bo'ldi. S dan keyin m uchragan hisobiga biz 900 ni olamiz va eng oxirgi elementga keldik. Eng oxirgi element degani mana bu shartga tushadi. Ya'ni hech qaysi shartga tushmagandan keyin buni o'zini shunchaki qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 1000 ni. Natija avvalgidek o'sha 2443 ga to'g'ri keldi. Ya'ni countimiz. Va xuddi mana shu countni funksiyadan qaytarib yuborsak kifoya. Masalamizning time complexity'si s uzunligida, ya'ni uning uzunligiga n deydigan bo'lsak,
big O ni ichida n ga to'g'ri keldi, chunki biz mana bu while loopni aylanish davomida butun bosh s ni aylanib chiqdik, ya'ni n uzunligi. Shuning uchun bu n ga to'g'ri keldi. Space esa big O ni ichida 1 ga to'g'ri keldi, chunki biz faqatgina r nomli mapni ichini to'ldirib chiqdik. Buning uzunligi misol uchun mana buning uzunligiga to'g'ri keladi. 6 7 uzunlikda ekan. Buning 7 ni mana bu O ni ichiga berib yuboradigan bo'lsak, bu big O ni ichida O ga to'g'ri keladi. Hammaga rahmat. Video ostiga like bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.